Nega odamlar haqiqiy mehnatni qadriga yetishmaydi va nima uchun bema'ni videolar ko'p layk yig'adi, lekin soatlab montaj qilingan videolar 100 ta ham layk yig'maydi? Masalan, mana bu video. Ha, bu videoni yasash oson emas, lekin layk bosmasdan videoni o'tkazib yuborish ancha oson. Bu video bor yo'g'i 73 ta layk yig'gan, lekin mana bu video salkam 2000 ta layk yig'gan. Endi albatta bu yerda savol tug'ilishi mumkin. Nega bu video 2000 ta layk yig'gan va narigi video 73 tagina layk yig'gan? Sababi hozirgi odamlar ancha to'poy. Birinchi raqamda iPhone bilan 6000 UC, ikkinchi raqamda esa iPad bilan 3000 UC. Juda ko'pchilik odam bir yoqsa obuna bo'ladi, ikkinchi raqam yoqsa layk bosadi. Lekin baribir birinchidagi ham, ikkinchidagi ham sizlarga berilmaydi.